Meni kimdir eshityaptimi? Bu shunchaki kitob emas. Bu insonning hayot uchun olib borgan kurashi, umid bilan o'lim orasidagi og'ir sinov haqidagi asar. Asar voqealari Turkiyada yuz bergan kuchli zilzila atrofida kechadi. Vayronalar ostida qolgan insonlar nafaqat tirik qolishi uchun, balki ruhan sinmaslik uchun ham kurashadi. Har bir sahifada qo'rquv, iztirob va shu bilan birga umid nafasi sezilib turadi. Muallif Farida Samir voqealarni shunday tasvirlaydiki, o'quvchi o'zini xuddi o'sha vayronalar orasida his qiladi. Qahramonlarning og'rig'i, yordam kutib aytilgan nolasi, meni kimdir eshityaptimi degan savol qalbga qattiq ta'sir qiladi. Balki bu asarni o'qib, siz ham hayotda boshqacha nigoh bilan qararsiz. Chunki ba'zan birgina eshitdim degan so'z kimningdir hayotini saqlab qolishi mumkin. Meni kimdir eshityaptimi? Bu shunchaki savol emas. Bu vayronalar orasidan chiqqan inson qalbining eng og'riqli nidosidir.